Tanishing bu Taylor Swift. Uning naqd ikkita samolyoti bor. Bu samolyotlar 2023-yilning o'zida 286 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Bu masofa sayyoramizni 7 marta aylanib chiqishga yetadi. Shu yilning o'zida atmosferaga 1200 tonna CO2 zaharli gazlarni ajratib chiqargan. Tushunishingiz uchun 300 ta avtomobilni 1 yil tinimsiz harakatlangani bilan barobar. Biz atrof muhitni muhofaza qilaylik, ekologiyaga zarar yetkazmaylik deb plastik turbushkalarning o'rniga qog'oz turbushkalarda kofe ichayotgan bir paytda o'z samolyotida kofe olishga borib keladi. Lekin Taylor Swiftga loy chaplashga shoshilmang. Bu haqida yana gaplashamiz. Buni ko'rib o'tiribsizmi? Mana uni bitta qarang. Uyini qaragan, uyini noinsof. Mani uyimni qaragan. Ey, men mashinani qaragan. Mani uyimni qaragan. Mashinani balandligini qaragan, uyimdan baland, nomard. Темная ночь, только пули свистят. Insoniyatning 1% butun dunyo boyligining yarmiga egalik qiladi. Yer yuzidagi odamlarning yarmi esa iqtisodiy pirogning 1% bilan kun kechiradi. Tengsizlik tarixdagi deyarli barcha jamiyatlarda bo'lgan. Shunda tengsizlik muqarrarmi? Agar muqarrar so'zining ma'nosini bilmasangiz, siqilmang. Men ham bu so'zni yaqinda o'rgandim. Bu sodir bo'lishi aniq, qochib bo'lmaydigan hodisa degan ma'noni anglatadi. Tengsizlikni o'lchash uchun esa Gini indeksi ishlatiladi. Tasavvur qiling, jamiyatda hamma bir xil daromad olsa, grafik to'g'ri chiziq bo'ladi. O'sha holatning qiymati 0. Bu mukammal tenglik. Endi aksini o'ylang. Bitta odamda hamma boylik jamlangan bo'lsa, boshqalarda hech narsa yo'q. Grafik pastga tortiladi va birga yaqinlashadi. Ya'ni mukammal tengsizlik. Reallikda aniq 0 yoki 1 degan sonlar bo'lmaydi. Gini indeksi 0 va 1 orasida bo'ladi. Rivojlangan mamlakatlar odatda 0,25, 0,35 oralig'ida. Tengsizlik avj olgan jamiyatlarda esa 0,45, 0,55 atrofida. Gini indeksi bitta narsani aniq ko'rsatadi. Boylik kimlarning qo'lida to'plangan va jamiyat qanchalik qatlamlarga bo'linib qolgan. Sovet ittifoqi g'oyaviy jihatdan barcha uchun teng bo'lgan jamiyat shakllantirishga harakat qildi. Oyliklar, ishlab chiqarish hajmi, narxlar barchasi davlat tomonidan belgilangan. Hammaga bir xil maosh berilgan. Lekin bunday past Gini indeksi o'ziga yarasha tomonlar talab qilgan. Iqtisodiyotda o'sish juda ham sekin bo'lgan. Fabrikalarda rivojlanishga sabab bo'lmagan. Ishchilar jonini berib ishlashga motiv yo'q edi. Chunki oylik deyarli o'zgarmas edi. Hamma teng bo'lsa ham yashash sifati baribir pastligicha qolavergan. Sovet ittifoqi tarqalgandan keyin holat qanday bo'ldi? Hozirgi post-sovet davlatlarining ko'pchiligi Sovet ittifoqi tarqalgandan keyin xususiylashtirish jarayonida bir necha xatolarga yo'l qo'yishgan. Oldinlari davlatga tegishli bo'lgan katta-katta zavodlar, fabrikalar kam sonli shaxslarning qo'liga suv teginga o'tib ketgan. Oddiy ishchilarga davlat kompaniyalaridan ulush sifatida qog'oz aksiyalar tarqatishgan. Lekin ba'zilar bu qog'oz qadriga tushunmay, arzimagan chaqaga almashishgan. Ba'zi odamlar bundan foydalanib, yaxshigina boshlang'ich kapitalga ega bo'lishgan va shunday qilib, dastlabki oligarxlar shakllangan. Ko'pchilik davlatlar shu xatolarning evaziga hozirgacha yuqori tengsizlikdan qiynalishgan. O'zbekistonda ahvol qanday? Jahon bankining bergan ma'lumotlarga qarasak, 2015-yildan 2022-yilgacha O'zbekistonda kambag'allik 36% dan 17% gacha tushgan. Lekin oxirgi yillarda tengsizlik bizda ham oshganini ko'rishimiz mumkin. Gini indeksi 2022-2023-yillarda 0,31 dan 0,35 gacha ko'tarilgan. O'zi tengsizlikni kamaytirishning bittagina yo'li bor. Kambag'allarni boylashtirish yoki boylarni kambag'allashtirish. Albatta, kambag'allarni boyitgan usul yaxshiroq, lekin bunday sharoitlarda boylarda ham o'sish kuzatiladi. Tengsizlik yanada ortganday bo'ladi, lekin umumiy barchaning yashash sifati oshadi. Demak, tengsizlikning ma'lum bir darajasi xavfsiz. Tabiiyki boylar bo'lishi normal holat va ular kapitalni reinvestitsiya qilishi yaxshi, lekin eng kambag'al qatlam birlamchi ehtiyojlarni yopa olmasligi bu tizimdagi xatolikdir. Progressiv soliqlarni joriy qilish kerak, deyishingiz mumkin. To'g'ri, soliqlar tenglashtirishning eng zo'r yo'li. Lekin soliqlar qanchalik oshgani sayin boylar ulardan qochishni boshlashadi. Britaniyada daromad solig'i 90% ga chiqqanda, boylarning katta qismi daromadini offshore kompaniyalarga o'tkaza boshlagan. 80-yillarda Fransiyada esa daromad solig'i keskin oshganida boylar Belgiya va Shveysariyaga chiqib ketishdi. Soliq stavkasini keskin o'stirish har doim ham soliqdan keladigan foydani oshiradi degani emas. Aksincha, bu soliqdan qochish holatlarini ko'paytirishi mumkin. Taylor Swiftni eslaysizmi? U samolyotlardan foydalangan paytda sarflangan mablag' bozorda aylanishni boshlaydi. Injenerlarga, aeroport xodimlariga, uchuvchilarga to'lanadi. Ya'ni pul aylanishi kuchayadi. Lekin muammo boshqa joyda.
Bu pul qiymat yaratish uchun emas, iste'mol uchun sarflandi. Agar shu mablag' ishlab chiqarish, ta'lim, texnologiyaga kiritilganida ish o'rinlari ham yaralardi, qo'shimchasiga kelajakda qiymat ham yaratardi. Boylar pulni aylantirish yaxshi, lekin pulni hashamatga emas, qiymat olib keladigan joyga yo'naltirish iqtisod uchun ancha foyda. O'zbekistondagi holat haqida esa yaqinda Teacher Azam o'z kanalida qiziq bir so'rovnoma o'tkazgandi. Iqtisodiy tarafdan raqamlarga qaraydigan bo'lsa, O'zbekiston rivojlanyapti. Misol uchun o'rtacha oylik oshgan, bizani yalpi ichki mahsulotimiz oshgan, ya'ni yil davomida biz O'zbekistonda aylanayotgan pul hajmi oshganda biz boyiganmiz o'zi tegida. Lekin odamlar baxtsizroq. Lekin biz yomonroq yashayotgandek his qilyapmizmi? Yo, unday emas. Bu so'rovnomadagi aksariyat odamlarning fikriga ko'ra, ha, O'zbekiston rivojlanyapti va bunga misollar qilib, kundalik hayotdagi kichik o'zgarishlarni ham aytib o'tishgan. Lekin odamlar oldingidan baxtsizroqmiz degan fikrni ham ko'p aytishgan. Bunga sabab qilib esa solishtirishni ko'rsatishgan. Tengsizlikni bo'rtib ko'rsatadigan yana bir omil bu Instagram. Bizni hayotimiz yaxshilanishi mumkin, lekin biz uni Instagramdagi bilan solishtirish orqali yana ham baxtsizroq bo'lib boryapmiz. Bu so'rovnomaga havolani video ostida qoldiraman, o'zingiz kirib ko'rishingiz mumkin. Hammaga rahmat. Bo'lmabdi.